the best Muslim. Men eng zo'r musulmonman. Alhamdulillah, Qurbon hayitiga oz qoldi. Men bu yil qurbonlik qilaman. Yashasin! Lekin avvalo hisob raqamimni tekshirib olishim kerak. Ajoyib! Men bunga bemalol echki sotib olaman. Dum 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 dum. Hop! Bu nima? Oho! Axir bu bozordagi eng so'nggi o'yin qurilmasi-ku. Play Shayton 5. Zo'rligini qoyil. Lekin uni sotib olsam bu yil qurbonlik uchun echkiga pulim qolmaydi-ku. Yo'q, men bu yil qurbonlik qilishim shart. Biram o'zga tortyaptiki, shu yaramas. Ikkilanmasligim kerak. Men irodali bo'lishim kerak. Qani, olg'a! Olg'a! Qurbonlik uchun bitta echki bera olasizmi? Faqat tezroq, iltimos. Kechirasiz janob, bizda echki sotilmaydi. Biz faqat tushunmayapsiz. Menga hoziroq echki kerak. Hoziroq deyapman. Lekin bu yer sizga mol bozori emas-da, video o'yinlar do'koni bu. Nega o'yinda boshimni qotiryapsiz ha? Menga echki kerak. Video o'yin emas. Yo'q. Iltimos, meni PlayStation sotib olishga majburlamang. Yo'q! Kim majbur qilyapti? Iltimos, meni majburlamang. Lekin yo'q, to'xtang. Nega siz meni sotib olishga majburlayapsiz? Mayli, qo'ymadingiz-da. Men roziman. Mana puli. Marhamat. Play shaytoningni pishirib ye. Ha! Nihoyat erishdim. O'yin vaqti keldi. Ha? Ha? Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Bu pul bemalol bitta echki olishga yetadi. Janob, Play Shayton 5 hozir chegirmada. Bittasini olsangiz, ikkinchisi bepul. Marhamat, do'konimizga tashrif buyuring. Play Shaytonning so'nggi modeli. Qoyil. Birozdan so'ng. Assalomu alaykum. Ishlatilgan o'yin qurilmalarini sotib olasizmi? Ha, albatta. Men hamma qurilmalarimni sotmoqchiman. Play Shayton 4, Play Shayton 3, Play Shayton 2, Play Shayton 1, Play Shayton 0, Play Shayton -1, Play Shayton -2, -3, -4 va tashqaridagi hamma o'yin kasetalarini. Umrim bino bunday katta kaseta to'plamini ko'rmaganman. Nega hammasini sotib yuboryapsiz? Men bu yilgi Qurbon hayitiga ho'kiz qurbonlik qilmoqchiman. Chunki men Ibrohim payg'ambarimiz kabi buyuk musulmon bo'lmoqchiman. Musulmon darajasi oshdi. Sen eng zo'r musulmonsan.